Hozir kelaman, o'tirib tur. O'rtoqlar, kecha menga yangi mashina podarka qilishdi. Keyingi storiesda rasmlarini qo'yib boraman. Meni kuzatishda davom etinglar. Qanday baxtli qiz. O'zi xohlaganday yashaydi, o'zi xohlaganday kiyinadi, xohlagan podarkalarni oladi. Mashinasi ham bor. Amandachi, ahvolimni qarang. Erga tegib, nima ko'rdim o'zi? U qizdagi bironta narsa menda yo'q. Ketding xotin. Palaka, yomabdi-ku. Ha, endi yondi, mana ham ketdik. Kechirasiz, mana buni sizga berib yuborishdi. Voy, rahmat, mana shu yerga qo'yib qo'y. Xotin, telefonim kafeda qolib ketibdi. San tutib olib chiqay. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Men bu senga gapimni eshit. Men bu pulni olganda shahardan tezroq chiqib ketgan. Nimaga, tinchlikmi? Xotinim sen bilan yurishimni bilib qolgan. Agar chiqib ketmasang tezroq ikkalamiz ham yonamiz. Tushunmadim. Ozgina kutsang xotinim bilan ajrashaman degandingiz. Men hech qayerga ketmayman. O menga qarasan, meni hozir oilamni buzmoqchimisan? Senga o'zi yaxshilik yoqmas ekan. Mashinani kaltini ber bu yoqqa. Ber dedim. Men senga telefonni ham ber. Qaytib ko'zimga ko'rinma, oramiz ochiq, tushundingmi? Ketdingmi xotin? Mana bu senga. Devona